Assalomu alaykum. 2026 xush kelibsiz. Hurmatli MacBookning ashaddiy muxlislari yoki MacBookshunoslar. Demak, narxlar boshlaymiz. Xudo xolasa MacBook M1, M2, M3, M4, M5 yo'q. M5 bo'lsa aytardik. Hammasini obzor qilaysiz. Narxlar ketadi boshdan. Demak, boshlaymiz. M1dan boshlaymiz. M1 Air Hot yaxshi, endi artmaganman, endi vaqtim bo'lmaydi artishga ham. M1 Air 8 aplikasi bor, 256 SSD xotasi bor. Sikl ko'rib turibsiz. 206 ta, yonkisi 86 sikl, narxi $390. M1 Air. Bunaqa narx bozorda yo'q. Ko'pchilik aytadiki, menda arzon, unda arzon deydi, kelsangiz yo'q bo'ladi. Shuning uchun biz imkon boricha arzondan ko'rsatyapmiz. Mana bor, mana o'zi yangi M1 Airimiz. Hali anaqa qilinmaydi. Faqat aktualizatsiya qilingan M1 Air aplikasi 8 206 SSD sikl 3 ta 110 bo'ladi. Hali yangi bu. Amerikanskiy bunaqasi Region Airlar narxi $520. Yangi hali bu. Garantiyasi 1 yil, xuddi shunga o'xshab. Keyingimiz bu MacBook M2 Air. Bu 110 qirol sikl, hot yaxshi, ideal holatda, rangi ko'rasiz silver rangda. Bu narxi $600 deyapmiz, yana ham kelishib beramiz. Narxlar yaxshi. Masalan uchun sifat ham zo'r shunga yarasha. MacBook M2 Air 110 shunaqa. Keyingisi MacBook M1 Air. MacBook M1 Air men kimdir so'ydim, rangi mana shunaqa. Rangi chiroyli bo'lsin deydi. Men rangi chiroyli ko'p 8256 sikl 64 ta, lekin yonkisi 95. Hot ideal holatda narxini $400 deyapmiz. 400 yana kelishib beramiz. M1 Air muhimi ko'rinishi, ranglari chiroyli. Qiz bolalarga ko'proq kerak bo'ladi shunaqa narsalar. Keyin bizda buni kattalari ham bor, katta düymlari ham bor. Bu MacBook M2 8 aplikasi bor, 256 SSD bor, sikl 204 ta, 95 yonkis. Buni ekran düymi 16, Amerikanskiy Region. Bu narxini 650 ga tarafga beramiz. 650 ga 600 taraf chiqadi bu narxlar. M2lar, katta düymlar. Keyingisi yana bor, masalan MacBook M1 Air 8256 yonkisi 94 97 sikl, hot ideal, masla holat turibdi. Hot vashamadan zo'r. Pashta 110 kis narxi $400 deyapti. $400. 97 yonkisda hali 100dan 3 ta kam. Lekin hot yangi turibdi, narxi $400. Mana keyingisi mana MacBook M3. MacBook M3 hali men masla ekan hali. Mana kelib ko'r. Birdan oqsang mana ko'raman mana. Hali yangi bilim turibdi holatda. Pashta novi yangi 16 dyuymligi bu M3 Air 8 GB RAM, 512 GB SSD bor, 3 sikl 110 kis dokument hammasi bor. Amerika Region bu ham narxi $900 deymiz, chunki bu yangi hali, garantiyasi 1 yil. $900 ga 8 GB 512 talik M3 16 dyum kattasi. Xuddi shunday. Xuddi shuning M2si bor, narxi ancha kelishib beramiz. Bu 8 ga 512 taligi, 8 pamyat kattaroq, yonkisi 98, narxini 750 beramiz. 700 ga beramiz, farqi. 8 ga muhimi 512 talik, pamyat kattaroq. 16 dyumlik MacBooklar. Shunaqa. Endi bizni bu orasida Pro chiplar ham bor. MacBook M1 Pro 8256, yonkisi 85, narxi $400. Bu ham shunaqa narx. M1 Pro ya, narxi shunaqa. M1 Pro 8 ga 8256 talik, 130 sikl, yonkisi 86, dokument kopyasi bor, hammasi dokument kopyasi bor. Narxi $400 M1 Pro. Xuddi shunday masalan yana bittasi bor ekan, yangi ekan pashti, yangi. Bu MacBook M4. MacBook M4 Air 16 ga 256, yonkisi 100, sikli 28 ta, Amerika Region, narxi $800, yana ham kelishib beramiz. 790 beraman. Yangi holatda M4 Air, rangi silver, yana ham 780 ham beraman. Kelaversin mana shunaqa. Chunki bu video yana bittasi MacBook M4 Air bor, 16 256, yonkisi 100, sikli 7 ta. 7 sikl 110 kis M4 Air hot zo'r, yangi turibdi hali. Bu ham narxi 780 beramiz. Keyingisi MacBook Air M1 8256, sikli 280 ta, yonkisi 87, bunun narxi $400. M1 Air. Keyingisi agar kimga qiziqgan bo'lsa, ma'lumotlar bor bizda. MacBook Core 5, Core 7, 16 256, yili 2020, lekin hot yaxshi.
Buni narxi necha pul? Narxini 400 dollar beramiz. Qora 7 16 ga 256 yil 2020. Lekin holat yaxshi, 400 dollarga masalan, olgan notni ancha yaxshiroq notlardan. Keyingisi MacBook M3 Air 16 ga 500 bu ham shunaqa. 16 ga 500 talik, hammadan browning qilingan, ustidan browning qilingan 110 batareyasi ham hali hammadan browning qilingan, yangi turibdi ekan. Sikli bor yo'g'i 4 ta ekan. 16 ga 500 taligi yaxshi zo'r. Men masalan o'zimga yoqdi misol uchun. Bu narxini necha beramiz? Narxini 800 dollar beramiz. 16 ga 500 talik MacBook M3 Air yangi hali bu. Xuddi shunaqa tepada kattalar ham bor. Katta deyilma, ulardan kelishib beramiz. Mana bu ham shunaqa MacBook M1 Air 8256 110 kuz, holat yaxshi. Narxini 470 beramiz. 110 kuz 8256 sikli 31 ta. Mana MacBook M1 Air. Xullas, agar kimga MacBooklar masalan narxlar qiziq bo'lsa, masalan mana Pro ham bor, mana ko'rib turibsiz. M1 Pro 87 yonkuz 300 sikl 8 ga 500 talik bu. Narxi 520 deb ham kelishib beramiz. M1 Pro pamyat kattaroq bo'lgani uchun ham narxi qimmatroq chiqadi, bilasizlar, shunaqa. Bizda xullas M2 Pro oddiy M2 bo'lsa, yonkisi bizda 16 ga 500 talik, 16 ga 200 talik bor. Ular narxlari 500 dollardan 600 dollargacha. M1 Air'larning narxlari esa bir ko'p tursa, maksimum 400 gacha bo'ladi. Yangi bo'lsa, M2 narxlari 6 gacha, M3 gacha 7 gacha, M4 ga 8 gacha yangi holatlar narxlari. Yana bizda undan tashqari yangilar ham bor. M1 Air yangisi 560-570 dollardan, M2 Air yangisi 700 dollardan, M3, M4'lardagi mana tepada bor, ular 8 dollardan. Yangi M4 Air 16256 8 dollar beraman yangisini. Manzilimiz Toshkent shahar Malik-Guzar Avos 9 do'kon. Butun o'zim bir yetkazib xizmatim ham bor. Undan tashqari bo'lib berish narsa xizmatim bor. Agar gapni tez gapirilgan bo'lsa, sekin eshitasizlar, chunki iloji yo'q.